Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bitsepsning bir podxodni o'zida 86 ta muskul joyiga ishlashni o'rganamiz. Birinchisi shiroki katta qavatda 10 marta qaytarib ishlaymiz va shu podxodni o'zida to'xtamasdan ikkinchi o'rta qavatga olib, bunda ham 10 ta qaytarish qilamiz va uchinchisi ham xuddi shu narsa, faqat ustki qavat kichkinada ushlab turib 10 ta qaytaramiz. Iloji bo'lsa bu qaytarishni mashg'ulotning boshida va 3 ta podxod ishlaymiz. Birinchi podxodda tepadan pastga, birinchi podxod ikkinchi podxodda va pastdan tepaga qarab chiqamiz.